Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun xudo xolasa navbat Black Diamond slivaga. Ko'rib turganlaring Black Diamond bo'ladi. O'zbekistonning hududlariga eng zo'r moslashayotgan slivalardan biri. Chorniy almazan deyiladi. Mana hosilda siyraylatilmagan, bu yerda siyraylatilmagan holatida ham juda ham yirik. Qolgan slivalarga qaraganda yirik anchagina. Mana Black Splendordan 1,5 baravar 2 baravar kelaveradi. Mevasining yirikligi bo'yicha, hosildorligi bo'yicha bemalol raqobatlashaveradi. Bu o'zini o'zi changlatadi. Shuni hisobidan hosili ko'p. Mana hech qanaqa changlatuvchi kerak emas bu slivaga. Mevani qaranglar. Bo'lsa shunchalik bo'ladi menimcha. Mevani olgan qaranglar. Ko'chatlari bor albatta. Kuz mavsumiga tayyor bo'lyapti ko'chatlari. Ana shu bog'imizdan kaltakdan olib ketganmiz, ko'paytirib qo'yganmiz ko'chatlarni. Xarid qilaverasizlar do'stlar. Like, podpiskani bosinglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Ishonchli, sifatli ko'chatlarni yetishtirib boraveramiz. Mana. Kamida 15-20 ming bo'ladi narxi, xudo xolasa. Bu tusi aynan shu tusga kelaveradi. Bundan ham qorayadi hali. Endi qorayishni boshladi. Ustki qismi qorayapti hozir. Endi ichiga o'tadi. Mana kamida shu tusda bo'ladi. Ko'rasizlar? Xuddi shu holatda bo'lar ekan. Mevani zo'r olgan. Bog' 3 ga 1 sxemada ekilgan. 1,5, 3 ga 1,5. O'ta katta turna beraveradi.